Mana keldik. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Yo'q, yomon o'tiribman. Nega kartoshkalarni yarmi sotib, yarmini olib keldingiz? Nega sotmadingiz? Bolani olib darrov qaytdingizmi? Oyijon, bugun o'g'limni tug'ilgan kuniga biron nima qilsammi degandim. Biz 50 ga kirsak ham tug'ilgan kun nimaligini bilmaymiz. Moshxo'rda qilib, mastava qilib o'tkazib ketaveramiz. Boring, qayting. Kartoshkani sotib keling. Oyijon, bugun nabiringizni tug'ilgan kuni. Hech bo'lmaganda bitta musiqaymoq olib beraman degandim. Bu kartoshkani qolganini ertaga sotarman. Doston! Dostonu! Oyijon. Ha. Qara, kartoshka qaytib kelibdi. Bor, sotib ket desam yo'q deyapti. Nima bo'lyapti? Nima gaplarni qaytaryapsan? Sot dedilarmi, olib borib sotib kel. Nimaga kelding o'zi? Haligi Doston aka, noto'g'ri tushunyapsiz. Men kartoshkani oxirgacha sotmagandim. Bugun o'g'limiz tug'ilgan kuni-ku. Shunga ertaroq keldim. Nima bo'pti? Bolam tug'ilgan kuni deyapman-ku. Nima qilibdi ozgina kartoshka qaytsa? Ey, sen menga gap qaytaryapsanmi? Nimaga oyimni gaplarini ikkita qilyapsan deyapman men senga. O'z bir jog'ingni sindirib tashlayman seni. Tushundingmi? Qo'yib yuboring. Sot dedilarmi, sotib kelasan. Bilmayman. Bolamizni tug'ilgan kuni-ku axir bugun. Bo'lmaydi tug'ilgan kun. Bo'lmaydi tug'ilgan kun. Tushundingmi? Tushunyapsanmi? Bo'lmaydi. Puling bormi tug'ilgan kun qilishga? Oyijon, o'g'lingizga ayting. Ertaga sotarman shu qurg'ur kartoshkani. Bor dedimmi, borish kerak. Yo'qol ko'zimdan. Mana buni sotib ketdim. Oyog'ingni sindirib tashlayman hozir. Tez bo'l. Oysiz kiravering. Aytganimni qilmasa, Xo'p. tez bo'l. Bir daqiqadan keyin qorangni ham ko'rmay. Oyi, bu uydan ketaylik. Men bu oilaga qaytib borishni xohlamayman. Ey, yashamasang yashama. Biz bilan yashashing majburiy emas. Lekin men o'g'limni o'zim bilan olib ketaman. Ana onam qaraydilar unga. Bir kami endi bolangni ketidan yurishim qoluvdi. Oyi, Bola o'zim bilan qoladi. Kamola, sizni ishingiz shifokorlar yordamida o'rganib chiqildi. Haqiqatan ham ikkala farzandingiz qattiq zarbalar oqibatida halok bo'lishgan ekan. Siz esa ko'p vaqtlar davomida kaltaklanib yurgan ekansiz. Sizni haq-huquqlaringiz himoyaga olinardi. Zamon zo'riki, tomosha ko'riki bo'pti-da. Shantaj qilsa, eshitasizlar-a? Sizlar esa bir fuqaroga ham ma'naviy, ham jismoniy zarar berganingiz uchun qonuniy javobgarlikka tortilasizlar. Men ketsam bo'ladimi? Kamolaxon, siz biroz kutasiz. Chunki uy-joyingiz, boradigan yeringiz yo'qligi sababli davlat sizni uy bilan ta'minlaydi.